Assalomu alaykum do'stlar, mana navbatdagi darvozamizni uстановка qilib bo'ldik. Darvozamiz razmerlari eni 3,5, balandligi 3,10 bo'lgan. Ikkita chetiga, tepasiga обналичка qilib berganmiz. Ikkita chetida 35 sm dan bu yerda 35 va bu yoqda 35. Tepasida 40 sm обналичка qilib berganmiz. Darvozamiz mustahkam bo'lib, cho'tka bo'lib ko'rinadi, xudo xohlasa. Ranglari shu mokriy asfalt, matviy holatda chiqarib berganmiz. O'sha listlari 2 qavat, 1.8 list bo'lgan, chetlari 10lik rossiyskiy shiveldir bo'lgan.